Xudo xolasa mana. Demak, aqlli issiqxona, aqlli teplitsaga demak naqalari, zapchaslari naqos yig'vas mana. Bek bo'ladi. Familiyangiz nima edi? Ha, Yengiboyev. Sizning mavzuyingiz demak aqlli teplitsa edi, aqlli uy. 7-sinfda bor 237-betda. Faqat siz o'tga dasturlarini tuzib, olib, to'g'rilab biz quvamiz uni birgalikda. Endi yig'ib demak korpusini baquvvat qilsangiz, aqlli naqani issiqxonani korpusini yaxshi zo'r qilsangiz, yaxshi bo'ladi. Aka, meni olib qo'ying. Bo'ldi. Ha? Mana shuni men aytib turay. Yana bolalar chaqirib. Boring, kimni olib qo'yaman siz boring. Keling. Qana, kimni olib qo'yasiz bilan? Turib malakaviy ishim bilan ishlamizda aqlli teplitsa. Shunga demak korpus materiallar boshqalar shunday demak stanoklarda yig'ib, 12 ta turib, elektronika qismida Muhammad ustoz, rahmat. Mana, ha. Haqiqatdan aka. Bu, stop bo'lyapti.